Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz albatta ko'rib turganingizdek Ingo Mobile'ga kelganmiz, ya'ni telefon xarid qilgani. Qo'limdagi telefonni albatta shu joydan xarid qildim. Xudo xolasa 30-kuni mana shu ko'rib turgan Legenda Nexia 2 o'ynaladi. Inshaalloh biz ham yaxshi niyat bilan telefon xarid qildik. Inshaalloh nasib qilsin. Balkim bizga, balkim boshqa insonga nasib qilar. Kim yutsa ham iloyim yaxshi kunlarga minsin. Nasroljon ukamiz. Obunachilarga gapirib boramiz. Sizlar hammalarni kutamiz. Naqdga ham, narsaga ham, boshlang'ich to'lov bilan ham boshlang'ich to'lovsiz ham olib ketaverasizlar. Inshaalloh bonuslari ham bor, ha? Albatta aka. Albatta Asrorjon ukamiz aytgandek, naqqa ham, nasiya, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz ham bu joyda xohlagan iPhone deysizlarmi, Galaxy mi, qanaqangi turdagi telefon bo'lsa, ko'rib o'zlariga yoqqan telefonni xarid qilishlaring mumkin. Qolaversa, bitta telefon xarid qilgan inson 30-kuni mana shu Nexia 2 ni yutib olishi mumkin ekan. Shuning uchun shoshilamiz.